Bir qarashda oddiy suv, lekin buzog'ingizni o'ldirishini bilarmidingiz? Buzoqlarga suv shu qadar muhimki, sut ichyaptimi, обязательно suv ham ichish kerak. Lekin suvni berish tartibi bor. Bunga oddiy sovuq suv yoki ilitilgan suv berib bo'lmaydi. Обязательно bularga alohida bonkalarda suvni qaynatib, qaynagan holatdan keyin sovutib, xuddi sutni gradus holatida keyin berish kerak. Agar tabiiy, oddiy xom suv yoki ilitilgan suv bersangiz, buzog'ingizga qorni og'riqqa sabab bo'ladi. Ich ketar bo'ladi, bu davomli bo'lib ketishi mumkin, tuzalmas bo'lib, buzog'ingiz o'limiga ham sabab bo'ladi. Albatta, obuna bo'ling va foydali ma'lumotlarni kuzatib boring. Hozirgi kunda chorva vaqtgan aka-ukalarimizga ko'p tavsiya. Hurmatli chorvadorlar, mana oddiy soddagina qilingan fermani sizlarga ko'rsatgan life hacklar bilan mana ventilyator, mana bu yerda vaksinatsiya qiladigan joylari bilan, mana bu yerda ko'ring aka, tepasini ko'rsangiz havo tortadi, sirasi havo tortadigan qilib ketgan, bu yerda gazlanmaydi, hayvon ham yaxshi o'zgaradi bemalol. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Qo'chqorimizga body force degan korimizdan bilinyapti. Juvobesi 200 kilo mana. Xudo xolasa bunisini ham 200 kilo qilib chiqmoqchimiz. Assalomu alaykum hurmatli akalar. Bordoqaga boqilayotgan barcha mollarimizga o'zimizning tabiiy mahsulot Body Force va Trivit Forte preparatidan inyeksiya qilib berdik. Xo'p, mollarimizni semirishida, vazn yig'ishida, ishtaha ochilishida juda foydasi katta bo'layotgan preparatlardan biri. 14 kun ichida qaytadan повторni inyeksiya qilish kerak bo'ladi. Mollarimizni semirishida juda katta foydasi bor. Hurmatli obunachilar, kim shu qo'ydi grammigacha necha kiloligini birinchi bo'lib topsa, kartasiga 500 ming so'm Hurmatli chorvadorlar, mana oddiy soddagina qilingan fermani sizlarga ko'rsatgan life hacklar bilan mana ventilyator, mana bu yerda vaksinatsiya qiladigan joylari bilan, mana bu yerda ko'ring aka, tepasini ko'rsangiz havo tortadi, sirasi havo tortadigan qilib ketgan, bu yerda gazlanmaydi, hayvon ham yaxshi o'zgaradi bemalol. Aka, sizda bo'lsa, meni qo'chqorimiz ozib ketdi, Karol degan qo'chqorimiz. Samarali semirtirishni menga o'rgating va immunitetini ko'tarib bering dedim. Qaysi dorilardan foydalanuvdi aka? Body Force'danmi yo immunobazadanmi? Ishtahani ochib, vez qo'shish uchun Body Force degan dorimizni ishlatganmiz. Bunga qo'shimcha tariqasida immunobaza, immunitetni ko'taruvchi dori. Shundan qo'llaganmiz. O'sha asosan sog'liqda yurganligini hisobiga shuni qilgan edik. Keyin Body Force asosan
asosan oqsildan iborat ferment. Vez qo'shishiga, bo'y o'sishiga, ishtahani ochishiga foydasi bor. Shuning uchun qo'llangan bu aka. Ko'p so'rovlar bo'ldi-da, qo'chqorlarni qanaqa semirtirsam bo'ladi, sog'liqdan chiqqanidan keyin ozib ketyapti, immunitetini qanaqa ko'tarsam bo'ladi so'rovlar bo'lgani uchun menga bir marta qilib ketganingizdan keyin tajribadan o'tdi bu, o'zim ko'rdim, amin bo'ldim. Yoqdi, yana bir marta qilib bersangiz aka, shuni hozir ko'rsatsangiz obunachilarimizga. Ikkinchi nimasini, ikkovlarini lichinalarini yana boshqatdan boshlaymiz. Endi so'liqdan chiqdi. Endi shularni yana qaytadan qo'llab, men sizga ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, keyingi mavsumgacha yana bo'yiga, vesiga, immunitetiga qilib, chiroyli qilib nimalarni qilib beramiz lichinalarni. Xudo xolasa inshaalloh. Mana shu Bodyforce'ni o'zim tavsiya qilaman. Odiljon akam o'sha mashhur tajribali doktorimiz menga tavsiya qilganlarida men tajribadan o'tdi, qo'chqorim semirdi. Yana ikkinchi marta hozir qilib ko'rsatamiz jarayonda aka. Ozuqasiga bitta sirini ayting, bitta siri bormi? Yashirib, bekitib, bunaqa narsalar. Hamma bergan ozuqa. Bo'ldi, basta. Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, hurmatli Toshpo'lat ota kanalining a'zolari. Mana xudo xohlasa Karol degan qo'yimiz, akamiz egalari mana. Aka necha yashar qo'y? 6 tish aka, 6 tish. 6 tish. O'zim buni mehr berib, bunchalik darajaga yetkazish oson ish emas. Nimalar berib boqadi sir bo'lmasa aka? Uch mahal o'zini ovqatlari bor ekan. Makkasidan nima beriladi? Beda, shu narsalarni o'zlarining yemlarini berib boqib kelyapmiz endi xudoga shukr. Asosiysi vaqtini berish kerak ekan. Mehr berish kerak qo'ygasidan nima aka. Ha. Hamma yo'qda vaqtida beryapti, mehr bo'lmasa aka, bunday qo'yib olish qiyin aka. Xudo xolasa bugun g'olib bo'ladi shekilli shu. Nasib qilyapmiz. Qozog'istonlik akalarimiz ham bungacha ishqiboz bo'lyapti. Xudo xolasa. Aka, odamlar har xil tushunib qolyapti, garmo, xoram, bunday narsa. Bu narsa yo'q mana. Xudo xolasa Bodyforce qilgansiz aka. Ha, yaqinda qilindi. Ha, yaqinda qilindi aka, xudo xolasa. Ishtahalarni ochgan. Ha, ishtahasini ochgan aslida bizada. Ishtahalarni singdirgani. Singdirgani. Endi bu haligi odamlar tushunchasi har xilda endi. Ha. Hamma bir xil emas aka. To'g'ri. O'shaning uchun ukol ta'siri o'zi вообще boshqa narsa, o'ta boshqa narsa. Buni yeyotgan yemini, ozuqasini o'ziga singdirish maqsad. Asosiy maqsadimiz shu. Hech qanaqa gormonal preparat emas, bunaqa narsalar yo'q aka. Qo'ron xaraj narsa yo'q aka. Bunaqa bo'lsa biz endi hamma musulmon inson noto'g'ri narsa qilinmaydi-yu. To'g'ri. Hamma ham shu endi maslahat beramiz, qilishsan endi. Aka, jichcha sirini aytib ketayim, shunga ozuqasiga bitta sirini ayting, bitta siri bormi? Aka, vaqtida bersa bo'ldi. Bo'l, boshqa sir yo'q. Ham zotiga ham bo'ldi. Shu aka. Haligi yo'nalishini bersan, yo'q, bunaqa narsalar, narsa yo'q bizada. O'sha hamma bergan ozuqa vaqtida beriladi. Vaqtida beriladi, mehr beradi, bo'ldi aka, hamma yaxshi. Bo'ldi, mashina narsa. Xudo xolasa. Odiljon aka, men oldinda aka, hali yalama tuzdan foydalanardim. Toshli bo'ladi-yu o'zimizni eskidan ishlatilgan. Bu ham yaxshi edi-yu. Keyin meni Toshpo'lat ota firmasida yalama tuzga o'tdim-da. Bu vitaminga boyitilgan ekan. Vitaminga boyitilgan tuzimiz bu. Keyin tez yemirilib ham ketmas ekan. Tez yemirilmaydi. Uzoqqa yetar ekan. Uzoqqa yetadi. Keyin yana bitta tarafi aka, buni tarkibida o'ta ko'p vitaminlar bor ekan. Kimdir aka katta o'sha eski ishlatgan yalama tuzni olib keladi. Kimdir yemiga qo'shib beradi, to'g'ri iste'mol qilgan. Lekin men uni olib kelib 3-4 ta joyga ilib qo'ysam, men uni aka foydasi katta. Chunki yangi tuqqan qo'ylarimizga ham bo'rdoqiga boqilayotganlar uchun zo'r. Mana imi o'zimdan shundan beraman o'zi asli. Lekin tarkibida vitamin ko'p. Ko'p. Vitamin ko'p narsa aka. Buni bersangiz juda yaxshi bo'ladi aka. O'sha samarasini bilib yana mana olib kelib qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa. Mana. Effekti zo'r aka. Buni ham bir obunachilarga tavsiya qilsak yaxshi bo'ladi degan umiddaman-da. Men mana shu arashanlarim uchun shu firmadan foydalanishni o'zimga ep ko'rdim. Xudo xolasa mana shu firma menga yoqdi. Chunki siz menga olib kelib yaxshi narsani tavsiya qildingiz. Men chiqib Qirg'izistonda ko'p yuraman, o'zingiz bilasiz aka. Men любой payt Azbek akamga telefon qilaman. Ular shogirdlariga telefon qilsam ham yetkazib olib kelib berishadi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Rahmat aka, sizga ham foydali maslahatlar berganingiz uchun. Ha.
daromad qilsak bo'lar ekanda, 10 ta qo'ydan demak 100 ta qo'yni daromadini ortar ekanda hozircha. Hali bizda endi qiziqish boshlanyapti. Assalomu alaykum Toshpo'lat ota, Zohidjon akaning muxlislari. Zohidjon aka, Alloh nasib qilib bugun ko'rishib turibmiz. Mashaqqatini ayting birinchi o'rinda jon aka, buni hamma. Assalomu alaykum obunachilaringizga, hammangizga salom. Bu mashaqqatidan ham hozir kelib qo'yni ko'rishib, maza qilishayotganini ko'rganda chiqib ketadi qiyinchiliklar, hammasi to'g'risi. Vistivka, ko'rgazmani qilishdan maqsad nima asl? Siz tagida mavzu nima yotibdi desangiz, arashan qo'y, mana qo'yyapsiz. Naslli qo'y, hisori qo'y. Mana shularni olib, mana shu yerda seleksionerlar kelgan, katta seleksionerlar. O'shalardan rivojlantirib, mana yetishtirgan hayvonini olib chiqishyapti. Masalan, sotilyapti bular. Uni ko'rib turib qiziqishyapti. Hozir mana nechta aholi masalan obunachilarimiz kelyapti yonimga. Aka, biz ham masalan shu qo'yni olib, mana shu qo'chqordan olib, qo'shib, bola olib daromad qilsak bo'lar ekanda, 10 ta qo'ydan demak 100 ta qo'yni daromadini ortar ekanda hozircha. Hali bizda endi qiziqish boshlanyapti. Xudo xolasa, Hozir mana jivoy o'sib ko'rdim, nima it bilan mishg'idib zo'rg'a parqaga boradi. Qo'y boqyapman, shaharda boqyapman deb, to'g'rimi? bitta hoji akamiz shu xuddi shu gapni gapirdi. Go'sht yetishtiramiz. Xalqqa go'sht arzon bo'ladi. Zo'rg'a ushab oldim. Rahmat. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Xudo xolasa. Sog' bo'ling aka. Bo'ldi. Qo'y bo'kkanda qanday muolaja olib borish kerak, qanday dorilar olib borish kerak degan tavsiyalarimizga hozir yana bir yangi tavsiyalarni berib o'tamiz. Nimaga desangiz, chorva boqishda, daromad keltirishda. Ota hurmatli obunachilari, mana bugun biz Odil akaning fermasiga kelganmiz. Bu yerda sizlarga foydali ma'lumotlar, qanday vitamin, kasalliklarga qarshi, shunaqa boshqa bir immunitetni ko'taruvchi narsalar bilan sizlarni bir xursand qilib ma'lumot bergani kelganmiz. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga va'da qilingandek, birinchi kasalligimiz to'g'risida ma'lumot mana tajribali Odil akam bilan vezikularniy stomatit, ya'ni og'iz bo'shlig'i, o'sha tuyoq o'rtalariga o'sha yaralar toshib hayvonlarda bir qiynash vaziyatlari bo'ladi. Shunga bir ma'lumot berib o'tsangiz aka. Xo'p, avvalambor bu kasallik bizga stomatit yoki tuyoq chirishi, mikrobakterioz degan kasalliklar. Bularda to'g'risi biz Rossiyadan mol olib kelganimizda sirazi shu kasallik bo'ldi. Sotuv to'xtatdi-da. Bu kasallikka biz ishlatayotgan dorimiz aka o'zingizdan olib keldik. Mana misol telefonda gaplashdik, o'sha Oximax degan doringizni berdingiz aka. Og'iz bo'shliqlariga, keyin o'sha tuyoqlarning oralariga sepdik. Mana shundan mana Xudoga shukr aka, effekt zo'r berdi aka. Rahmat. Men qolgan obunachilarga ham tavsiya qilib boraman-da buni. Nimaga desangiz aka, bu faqat reklama bo'lib qolmasin. Yo'q, reklama emas bu. Men Prosta sizga men o'zim doktorligim uchun, misol o'zim olib keldim chetdan mol, misol o'sha akam bilan birga olib keldik-da. Shu narsa biz o'zimizda tushdik-da. qaysi paytda o'zi davolanadi? Qaysi paytda vrach chaqirish kerak? Bu kasallikda ko'proq stima bilan kelib chiqadi-da. Hayvonning organizmi stima chiqaradi. Virusli kasallik hisobiga stima chiqaradi. Stimani hisobiga mol yeyish susayadi. Og'iz bo'shliqlarida yaralar hosil bo'lishni boshlaydi. Po'stacha odamlarning atrofida chaqa yara deymiz odamlarda. O'sha shunaqa bo'ladi. Doktorni chaqirib, misol bir qator temperaturalarni o'lchatib, stimalariga ekorlarni qildirib, interchemda o'sha penstrep to'riz lasi bor, shundan ishlatdi. Keyin o'ta og'ir kechgan holatlarda azitronit bor. Azitronit ishlatdi. Keyin bunga qo'shimchalar nima qildingiz? Qo'shimchalariga endi o'sha mana shu Oximax spreylarni ishlatdi. Endi stomatit bo'lgandan keyin immunitet pasayadi, ishtahalari bo'g'ilgan hisobiga immunobaza ishlatdim aka. O'zingizdan olib kelganim o'sha immunobaza. Immunobazani bitta qo'shimcha tomonini aytaman. Ishtaha ochadi, immunitetni ko'taradi. Bu birinchi o'rinda. Lekin ichida kalendula ekstrakti bo'lganligi uchun yarani ichki tomondan to'qimani tez rivojlantirib o'tkazadi va tezroq ishtaha hayvonni oziqlanishiga yordam beradi. Yordam beradi. Endi men qilganim mana xudo xolasa mollarimiz mana hammasi zo'r, sog'lom ko'rinishda. Ko'rinishlari hammasi zo'r. Bularni qilib bo'lgandan keyin immunitetni ko'taruvchi dorilarimizdan aka o'sha vitabaza ishlatdim aka. Undan buni keyingi videolarda qo'yib boramiz hammasini. Veterinar akalarimizga tavsiyamiz Butajan preparati. Bir qarashda oddiy suv, lekin buzog'ingizni o'ldirishini bilarmidingiz? Buzoqlarga suv shu qadar muhimki, sut ichyaptimi, обязательно suv ham ichish kerak. Lekin suvni berish tartibi bor. Suvni berish tartibi bor. Bunga oddiy sovuq suv yoki elektrilgan suv berib bo'lmaydi. Обязательно bularga
alohida bunkerlarda suvni qaynatib, qaynagan holatdan keyin sovutib, xuddi sutni gradus holatida keyin berish kerak. Agar tabiiy, oddiy xom suv yoki elektrilgan suv bersangiz, buzog'ingizda qonni og'riqqa sabab bo'ladi. Ich ketar bo'ladi, bu davomli bo'lib ketishi mumkin, tuzalmas bo'lib, buzog'ingiz o'limiga ham sabab bo'ladi. Albatta, obuna bo'ling va foydali ma'lumotlarni kuzatib boring. Uyini ba'zan oladi, ayollariga turadi. Mana, bizdan bo'linglar. Qochamizga mana antibiotiklar qilgandan keyin mana immunobaza, immunitet ko'tarishi, immunobaza uramiz, mana Toshboltoqdanikini sinab ko'ringlar. Xudo xolasa mana keyin nimasini ham ko'rsatamiz inshaalloh. Buni xolasanglar nimadan? Yer ostidan xolasanglar go'sht. Biz go'sht ostidan qilamiz buni. Buni 5 gram bo'ladi. Immunitet silaviy mana ko'ryapsizlar. O'zingiz kapinasalar berdik, antibiotiklar berdik. Endi xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim Alloh shifosini bergin. Biz bilan bo'linglar. Yangi ma'lumotlar yetkazamiz. Buni jo'natib qo'yinglar. O'ziga yorib yurgan akalarimiz inshaalloh mana tur jon, tur. Qani o'zi turamiz. Qani rezultat kecha. Qani turing. Yo'q, turing. Hammalarni tutatgan ro'zanglar Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsa. Immunitetini baquvvat qilish uchun nimalar vitaminlaringiz, tavsiyalaringiz bor sog'lom bo'lish uchun? Aka sizga bitta yashirib yurganim olib keldim. Mana immunobaza baza qilinadi. Immunitet ko'taradi. Ishtahalarini ochadi. Virusli kasalliklarga yengishda yordam beradi. Bunga qo'shimcha mana Body Force oqsil preparati, tabiiy oqsillardan buni qilsa semirtirib yeganini yaxshi hazm qilib o'ziga oladi. Endi Body Force'da bitta gap, mana masalan men ko'chada yuraman, bozorlarda, men obunachilarimdan Body Force'ni qanaqa qilishni siz tavsiya o'rgatib keting. Hozir qarang. Bu maslinniy ekanda, buni siz shuni aytib o'tib ketingki, bu maslinniyni qilgandan keyin tarqash kerak. Uning uchun issiq suvga, qaynoq suvga solinadi. Ana shuni o'rgatib keting siz. Qaynoq suvga solinadi. Bir 3 daqiqacha kutilgan o'zi suv holatga keladi. Eriganda go'shtga qilsa ham bo'ladi, lekin bizning tavsiyamiz teri ostiga, bo'yinga, teri ostiga qilinglar. Buni sovuqcha qilib qo'yadi, keyin tarqash qiyin bo'ladi. Issiq suvga, qaynoq suvga solinadi. Ana shuni aytib o'tib keting. Yana bir narsa aka, sizni hamma ko'pchilik kuzatyapti. Podpiskani unutmanglar. Podpiskani, rahmat. Hozirgi kunda qo'zi asosiy kelayotgan savollar, qo'zilar mana Azbek bir oylik bo'lyapti. Endi suvaklarida jicha qiyshiq o'sish bo'ladi, rahim degan kasal. Junini yeyish bor, nima qilib berasiz? Kasalliklarga vitamin. Hurmatli obunachilar, bunday oldingi videoda sizlarga ukollarini, yangi tuqqan qo'ylar ko'rsatgandik. Endi
O'zingiz yormasdan molingizga ham berib turing. Karmavit Super Premix. Ya'ni doimiy ravishda 1-2 qoshiqdan ertalab va kechki ozuqasiga qo'shib borilsa, qo'y va mollarda immun tizimini yaxshilaydi, ishtaha ochiladi va jun yeb qo'yishlari, qo'ylarda jun yeyishlari, devon g'ajishlari, mollarda ham xuddi shu holatda devon g'ajishlar bo'ladi, kesak yeb qo'yishlari, ich chaynashlari. Karmavit Premix sizga eng zo'r yechim. Bu Karmavit Premixni barcha yemxonalardan, vet aptekalardan topishingiz mumkin. Videoni tanishlarga jo'natib qo'ying. Albatta foydali bo'ladi. Katta rahmat. Shu sog'in apparati zararligini bilarmidingiz? Bu sog'in apparatimiz yelinga qo'yilganda birinchi o'rinda yaxshi tozalanmaganligidan va yelin sut sog'gandan tugagandan keyin ham vaqtida yelindan ajratib olmaganligi uchun bizda mastit kasalligi, ya'ni yelin og'rig'i kelib chiqadi. Bunda sizga yordam sifatida Jasur akam tavsiya beradi. Mastit kasalligida dastlab yelinlar ishib ketadi, yiling bo'ladi, gnoylik bo'lishi mumkin, tvoroglik bo'ladi. Bu holatlarda yelin ishiklarni olish uchun biz Izabella mazlarimizdan foydalanamiz. Keyin ichkaridagi protezlarni yana ham tiklash uchun Mastistop preparatidan intrasisternal yelin so'rg'ichlari orqali ichkariga yuboramiz. Bu yerda keyin ichkaridagi qayta tiklanishni yanada tezlashtirish uchun immunobaza preparatidan Nutrimichning foydalanamiz. Hayvoningiz sog'lig'i garovi toshbog' torti. Mama devaryapti. Bu gapiradi hamda bu. Mana. Bu Rusda bu. Mana, hurmatli obunachilar, mana qo'l aka gapirtirmayapti. Gapirtirmaydi u. Olib keling. Endi buni. Demak, bu yerda 3 ta qo'y bo'lsa, 3 ta tashaladi mana. Bitta bakalashgan qo'ppog'ini olib keling o'g'lim. Tabiiy o'simliklardan olingan protein. Mana hurmatli obunachilar, proteinli kompleks vitamin minerallarga boy Karmavit nomini eslab qolasizlar. Bu bitta qo'yga qancha beriladi? Bu bash parchasi 100 kilo yemga. 100 kilo yemga. 100 kilo yemga. Endi qarang, bu oddiy men jo'ydaricha gapiraman-da. Bitta bakalashgan qo'ppog'ini olib keling o'g'lim. Men to'g'risi odamlarga jo'ydaricha tushuntirib o'rganganman haligi. Oddiy misol, mana baxt etgan odam bo'lsa, 100 kilo yemga bo'ladigan bo'lsa, bir kunda bitta qo'yga bitta bakalashgan qo'ppog'ida yetar ekan-da. Oching, buni oching. Bitta qo'yga shu bitta bakalashgan qo'ppog'idagi yetadi. Mana. Demak, bu yerda 3 ta qo'y bo'lsa, 3 ta tashaladi mana. Buni zo'r tomoni protein bor. Tabiiy o'simliklardan olingan protein. Yoki masalan ishda bo'lamiz, davlat ishli akalarimiz baqadi. Kech paytda salafanlar bor, salafan. Shunga masalan 100 gram bug'doy, 100 gram arpa, 100 gram makka, 1-200 gram kepak, yarim kilo qilib turib, mana undan bir bakalash qoshiq qo'yib turib, aralashtirib turib, obedda bir marta, kech payt bir marta, misolda aytaman bir marta, alohida paketlarga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Buni aralashtirib, zo'r vitaminli yem bo'ladi. Yana zo'r tomondan aytaymi? Podpiska bosib qo'yinglar. Podpiska izoh. Nega buzoqlaringiz qizil lampada turishi kerak? Buni bilarmidingiz? Buzoqlarimiz qizil lampa ostida turishi bu bakteriotsid, ya'ni bakteriyalarni o'ldiruvchi, dezinfeksiya vazifasini bajaruvchi. Keyin buzoqlarda bu hozir asosan kechqurun yoqib qo'yiladi bu. Kunduz direkt svet yoqildi bu. Kechqurun qizil nur ostida hayvonlar yaxshi dam oladi. Keyin bu yer atroflarni tabiiy holatda dezinfeksiya qilib turadi. Bakteriyalarni o'ldirib turadi, infeksiyalarni oldini oladi. Albatta siz ham buni qo'llab ko'ring. Mana Hasrati bor. hasrati xuddalik Makkaga yetganda hasrati ham talik.
Yurtdoshlarim, men o'zim Azizbekka tavsiya berdim. Azizbek, tuz ishlab chiqay. Mana shu tuzda ham masalan vitaminlar yig'indisi bo'lsin, ham qo'ylarga qandaydir og'izlariga masalan har xil yaralar toshiydi. Nimasi bo'ladi? Mana ko'rsating tuzingizni. Ishtahasini ochishi, boy qilib tuz ishlab chiqaring dedim. Mana mashina olib kelib berdi. Endi bu qo'ylarni yetgandan ko'rsating-da keling mana. Bular qo'ylar g'ajib tishlab yeb tashyapti. Olib keldik mana. Bular sindirganimiz yo'q edi. Tamam mana. Hasrati bor. Hasrati xuddalik Makkani yetganda hasratyapti haligun. Nimani hasratishyapti desam, u tuzni yeyishyapti hasrati deydi. Qandaydir nimasi ishtahasini ochar ekanda. Ishtahasini ochadigan narsalarni qo'shgan. Tuz bilan birgalikda siz hayvoningizlaringizni, mol qo'ylaringizning organizmiga vitamin, minerallar kirib boradi. Kirib boradi. Doim. Yemiga ham qo'shib berasiz, lekin tuz bilan doim turadi. Yo'q, baramu qarangda, bular juda yaxshi ko'rishadi bu tuzni, bilishadilar. Majlar yevordi mana majlar. Qarang, butun tashab qo'ygan edi. Bo'lib yeb tashirkan. Keyin mana biz sho'rxani beramiz. Bu ham ma'lumot bo'lib ketsin endi. Sho'rxa qornida uzoqroq turadi. To'yimliroq bo'lib turadi. Sho'rxani ustiga kepek, bug'doy, makka, arpalarni drobilkasini bo'rdoqchilik uchun boqamiz bularni bu yerda. To'kib qo'yamiz, yeb yotaveradi. Hurmatli obunachilar, endilikda sizlarga Turay bo'lgan qanoqdan bitta bazamizni ko'pchilik talab va istaklariga binoan ko'pchilikka tanilib berayotgan bitta bazamiz yarim kilodan qator. Haqiqatan o'nta bo'ladi, bemalol bitta texnikalarni so'rashingiz mumkin. Toshmao'da sizlar bilan doim bo'ling. Men sizga hozir to'liq bitta baza haqida ma'lumot beraman. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Vita baza bu vitaminlar, oqsil, minerallar yig'indisi bo'lib, premix, ya'ni chorva tilida premix deb ko'proq atashyapti. Hozir ya'ni sizga buni qanday me'yori, sarf me'yorini aytsam 100 grammdan 200 grammgacha doimiy ravishda yemga qo'shib boriladi. Albatta bunda sut mahsuldorligi, go'sht mahsuldorligi oshadi, buzoqlar yaxshi yetilishi, immunitet ko'tariladi. Ayniqsa zoddor mollarda tuyoq chirish kasalliklari, Goldstein, o'sha semental mollarda tuyoq chirish kasalliklari ko'p kuzatiladi. Shularni ancha oldini olib, sezilarli foizlarga kamaytiradi va tezroq urchitish, ya'ni sigirlarni qochishi, buqalarning immunitetini ko'tarishi, go'sht oshishlarini yaxshi ta'minlab beradi. Ishtaha ochib, yegan yemlarini yaxshi hazm qiladi. Yemdagi vitabaza tarkibidagi aminokislota, minerallar o'sha yemda imkon qadar organizmga parchalashga yo'naltirilgan. Chorvangizga baraka tilab, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Kalsiy, pista kunjara, paxta kunjara, shpir guruhi, makka, kepak, vitabaza, bug'doy, borada pista kunjara. Pista yog'i. Mana ishkalam u to'kilib ham ketdi bu o'ylar. Shu mahsulotlardan tayyorlangan granula yemni qo'y va mollaringizga berishni xohlarmidingiz? Albatta bu yerda vitabaza, vitamini, proteinlarga boy, kepak, makka toza, shpir urug'i, paxta kunjara, pista kunjara va kalsiy. Va bu mahsulotlardan albatta ajoyib granula 60-70 gradusda parda qayta ishlov berilgan tayyor granula yemlarimiz Toshmao't totida ishlab chiqarilmoqda va sizlarni hamkorlikka chorlab qolamiz. Hozirgi kunda chorva vaqtgan aka-ukalarimizga ko'p tavsiya. Sovuq tushdi deb turib, qo'yxonalarning atrofini salafan
aziz do'stlar, men Quychurchdaman, Vet House blogerini taniysizlar. Aziz do'stlar, biz preparatlarimizni sinovdan o'tkazgan joyga kelganmiz, Quychurchda, Mingchinorda. Bu yerda yuqori mahsuldorlikka ega mollarimiz bor. Kimenda mana shu molimiz qancha beradi? Mana shu mol. Molimiz 25 litr sut beradi. Mana shu. Qaysi mollarda Body Force'ni boyagi isbot qilib ko'rgan, sinovdan o'tkazgan? Body Force preparatini shu sigirimizda, aynan shu sigirimizda o'tkazganmiz. Keyin mana shu sigirimizda ham o'tkazganmiz. 15 kunda bir uriladi bu preparat. Bu degani 4 ta litseniyasi bor bu preparatni. 15 kunda bir urilganda şimdi molimiz nomerini yozib qo'yamiz. Ko'p kommentariyalarda o'qib qolaman. Ta'sir bor, ximikatyapmiz, bunaqa yo'q. Bu o'zi aslida tabiiy oqsillardan iborat bo'lgan preparat, ya'ni molni unumdorligini oshiradi, ishtahasini oshiradi, qo'shimcha energiya beradi aziz do'stlar. Основной bordoqiga boqilayotgan buqalarga, keyin sog'in sigirlarga sutini ko'paytirish, mahsuldorligini oshirish uchun. Immunitetni ham ko'taradi. Immunitetini ham ko'taradi albatta. Kim mana shu videoni tagiga ostiga kommentariyasiga 5 tadan ortiq do'stini belgilab o'tsa, yangi yildan keyingi holatda aytyapman, 5 pochka, har bitta pochkada 10 tadan bo'ladi. Ko'proq, ya'ni videomiz 10 mingga yaqin like yig'sa, bu birinchi shart. Ikkinchi shartim, ko'proq do'stingiz belgilagan bo'lsangiz, jo'natuvlar ko'p bo'lsa, 5 ta insonga 5 tadan 5 pochkadan Body Force preparatini shaxsan o'zim qo'liga tutqazaman. Ya'ni u sizga tekinga tushadi va siz uni sinovdan o'tkazasiz. Aziz do'stlar, biz Vet House'ga obuna bo'lamiz. Bizga obuna bo'lamiz va do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Bemalol ishlatib sinovdan o'tkazsangiz bo'ladi. Xolasi hozir sog'liq qilibdi-ki. Ko'rmagandek qo'yamiz. Echkimizga tramol yirtilgan. Bu taraf mana tikilgan joyi, mana ochiq joyi, bunga primizol parashoydan qo'yilyapti. Antibiotik tarqasi. Tepasi tikilgan holatmi? Tepasi mana tikilgan holati, mana ochiq joyi yaram. Sog'liq. bor. Hozir mana Xudoga shukr lichenalar tugadi. Abort holati kuzatilmadi bu molimizda hozircha. Yeyishlari hamma sog'lom, oldi yurishni boshladi. Mastit kelib chiqqan. Yillar sog'ishlar yana bo'lib, tarkibida o'simlik ekstraktlari mavjud. Sigirimiz oqsil bo'lgan boshda, keyin oqsildan keyin mastit kelib chiqqan. Yillar sorg'ishlar yara bo'lib, davolashda antibiotiklar qo'llab turibmiz. Qo'shimcha immunitetni ko'tarish maqsadida immunobaza, immunomodulyator stimulyatordan foydalanib turibmiz. Tavsiya etamiz immunobaza. Yelinni yumshatish maqsadida esa Isabella kremidan foydalanib turibmiz. Tarkibida o'simlik ekstraktlari mavjud. To'rt marotaba tavsiya. O'zi qolmadim, ko'rib qo'ying. Hasanboy tirik qoldim, mana shuni ko'rib qo'ying jon aka. Mana hali ko'rmagan akalarimiz bor ekan, Body Force. Buni
tanigan odamlar bu natijasini biladi. Body Force 25 kiloga 1 grammdan elitib tur qilasiz. Har 14 kunda 4 marotaba tavsiya. O'zi qoldim qolmadim ko'rib qo'ying. Hasanboy tirik qoldimi? Mana shuni ko'rib qo'ying jon aka. Ko'rib qo'ying, men xodimim qoldimi u. Mayli, pul kelsa obro' ketmasin. Qo'chqorlar yo'talni ham ikki xili bo'ladi. O'pka shamollashdagi yo'tal burun oqib istamalab o'sha junjikadi. Qo'y junjikib turib, o'pkada hali qora dog'lar bo'ladi, hali qora o'pka deydi. Qo'y boqayotganlar juda ham ko'p hali masalan qo'y olib, o'pkasini yo'tal uchun kurashib, o'sha bilib bo'ldi, doktor olib ketishdi. Hozir qo'y boqayotganlar ham unga antibiotik qilinadi. Buni hozir dorini aytib o'tdik mana. Bu nimalarda ichiriladi, preminlarda, buni ham aytdik. Endi ichki qurtdan yo'taladi. Kalta yo'talib, masalan, sog' yuraveradi, yo'talib qo'yaveradi. Hali ko'pchilik menga telefon qilyapti-da, o'zi yo'talib yuraveradi, bu yo'tali hech yaxshi bo'lib ketmayapti deb. Bu demak qurtdan. Uning uchun Instagram sahifamizda Albemax degan qaymoq dorini ko'rsatganman. 20 grammdan 15 grammdan ichirsa, o'sha qurtlarga davo, parazitlarga. Endi oldin to'g'risi Azbek bizda faqat Albenni bilardi-da. To'g'risida endi boring 2018-2019-yilgacha qo'yimiz kasal bo'lib qolsa, boshqa qilsa nima qilish kerak? Alben ichirib qo'yamiz. Yaxshi bo'lib ketadi. Endi mana o'sha dorilarning nomi ko'payib, dorilar turi ham ko'payib, nimasi bo'lyapti. Mana YouTube kanalimizga ham qo'yamiz asosiy.